Atiga 25 million so'mga tayyor bo'lgan uyda sizlarga ko'rsatib o'tganmiz, hurmatli obunachilar. Bitta zal, 2 xona uy, hojatxona, tualeti bilan 25 million so'mga mana shu holatga keldi. Mana shu xonadonda yasagan usta akalarimiz, ya'ni qurib turadi. Nima uchun 25 million so'mga tayyor bo'ldi deydigan bo'lsangiz, do'stlar, bu uyda qolgan uylardan farqi shundaki, полный polistiroblok. Polistiroblokmida? Polistiroblokda tayyor bo'lgan do'stlar. Oyoq tayyor, devori, tomigacha do'stlar, hattoki patolog qismlarigacha mana shunday holatda polistiroblok bilan tayyor bo'lgan. Nima uchun 25 million so'mga bu akalarimizga bunaqa suv tekin narxda mana shunaqa uy qurishgan deydi bo'lsangiz, do'stlar, o'zlari polistiroblok ishlab chiqarishadi. Shuning uchun ustasi, xom ashyosi, sement, metso, ular nima ketadi bo'lsa hamma o'zida bo'lgan. Shuning uchun usta akalarimiz anchagina arzon tushgan aka. Xo'p, aka, birinchi bo'lib fundamentidan boshlaydigan bo'lsak, asosiy necha kunda tayyor bo'ldi aka bu? Fundamenti bir haftada tayyor bo'ldi. Bir haftada o'zi mana shu holatda tayyor bo'ldi aka. Fundamenti o'zi. Fundamenti o'zi bir haftada. Aha. Juda ham zo'r holatda, mana standart holatda. Gilamni mana shu fundamentga ko'proq pul ketdi aka. Qolgan joyda yana o'zingizdan bo'ldi. Qolgan joyi o'zimizda. Ya'ni polistirobloklar uyda ham yo'qlari, даже oyoqdagi polistiroblok. Yana aka. Xo'p, qarang aka, polistiroblokda hozir men birinchi marta ko'ryapman-da, bu oyoqdagi qilinyapti. Bunga misol uchun to'pli pol qilmoqchi bo'lsa yo boshqa narsa qiladigan bo'lsa, ketaveradimi aka? To'pli pol qilinadigan bo'lsa, buni o'zini ustidan o'yib turib, ustiga polistiroblok qo'ysa bo'lmaydi, chunki issiqlik tepaga chiqazmaydi u. Buni ustidan qo'yib, ustiga nima, poldan qiladi-ku. Nima deydi? Nima turadi? Ochiq esimdan chiqadi. Ustidan narsa qo'ysa, pol qilib bersa bo'ladi, lekin buni tagiga nima qilsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Yo'q, tagiga issiqlik qanaqa bo'ladi endi aka? Masalan, qishda misol yashaydigan xonadonlar bemalol yursa bo'laveradimi aka? Bemalol yursa bo'laveradi. Hali oyoqlardan sovuq o'tkazish shunaqalar bo'lmaydi. Biz ham xuddi shuni saqlash maqsadida tagiga polistiroblok qilganmiz. Demak, bemalol yursa bo'ladi. Tepasidan bir qator anaqa siz aytgandek hozirgi nomi esimdan chiqib qoldi, bo'lsa biladiganlar bo'lsa kommentariy yozinglar. Xuddi shundan bir qator urib qo'yib bemalol yuraveradi. Hech qanaqa bo'lmaydi do'stlar. Qaranglar, juda chiroyli holatda chiqib qo'ygan. Devorlargacha, asosiy ketgan bu yerda rasxod, mana shu fundamenti yonida shu betonlar quyilgan joylarga ketgan xolos aka. Qolgan narsasi deyarli o'zlaringizdan bo'lgan. Xo'p, endi mana shu xonadonni o'zi necha kunda tayyor bo'ldi aka shu holatga kelgungacha? Buni sal bemalolchilikda qurdik. 2 oy oshira vaqt ketdi. 2 oydan oshiqroq vaqtda mana shunday holatda tayyor bo'lib turgan do'stlar, men qaraylik, bitta hamma bo'lsa, xonalarni ham sizlarga bitta ko'rsatib o'tib ketaylik do'stlar. Xonalarni kengligini bitta qaraylik. Hamma yoqqa oyoqdagi patolog qismlarigacha pond mana shundan bosib chiqilgan. Aka, endi ko'pchilik so'raydi-da, qarang, bunga nima deydi? Qanaqa holatda ushlab turibdi hozir bu aka? Bu xo'p. Buni o'sha ikki tomondan